Assalomu alaykum. Quyida Astagfirulloh va atubu ilay zikrini doimiy aytishning 7 ta foydasi keltirilgan. Videoni oxirigacha ko'ring. Birinchisi, gunohlarning kechirilishiga sabab bo'ladi. Chin dildan qilingan istig'for bilan Alloh o'tgan va kelajakdagi gunohlarni kechiradi. Ikkinchisi, rizq va barakani oshiradi. Qur'onda aytilishicha, istig'forni ko'p qilgan kishiga yomg'ir yoqqadi, mol-mulk va farzandlar ato etiladi. Uchinchisi, qalbga tinchlik va orom bag'ishlaydi. Tavba va istig'for qalbni g'am, tashvish va aybdorlikdan tozalaydi. To'rtinchisi, dunyo va oxirat azobini daf qiladi. Alloh istig'for qiluvchi qavmdan azobni olib qo'yishni va'da qilgan. Beshinchisi, iymon va taqvoni kuchaytiradi va gunohdan qaytish va kechirim so'rash banda iymonini mustahkamlaydi. Oltinchisi, duo va ibodatlarning ijobat bo'lishiga vosita bo'ladi va istig'for duolarning qabul bo'lishiga zamin tayyorlaydi. Ushbu istig'forni har kuni kamida 70 marta ayting, inshaalloh duolaringiz ijobat bo'ladi. Yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Assalomu alaykum. Quyida Astagfirulloh va atubu ilay zikrini doimiy aytishning 7 ta foydasi keltirilgan. Videoni oxirigacha ko'ring. Birinchisi, gunohlarning kechirilishiga sabab bo'ladi. Chin dildan qilingan istig'for bilan Alloh o'tgan va kelajakdagi gunohlarni kechiradi. Ikkinchisi, rizq va barakani oshiradi. Qur'onda aytilishicha, istig'forni ko'p qilgan kishiga yomg'ir yoqqadi, mol-mulk va farzandlar ato etiladi. Uchinchisi, qalbga tinchlik va orom bag'ishlaydi. Tavba va istig'for qalbni g'am, tashvish va aybdorlikdan tozalaydi. To'rtinchisi, dunyo va oxirat azobini daf qiladi. Alloh istig'for qiluvchi qavmdan azobni olib qo'yishni va'da qilgan. Beshinchisi, iymon va taqvoni kuchaytiradi va gunohdan qaytish va kechirim so'rash banda iymonini mustahkamlaydi. Oltinchisi, duo va ibodatlarning ijobat bo'lishiga vosita bo'ladi va istig'for duolarning qabul bo'lishiga zamin tayyorlaydi. Ushbu istig'forni har kuni kamida 70 marta ayting, inshaalloh duolaringiz ijobat bo'ladi. Yaqinlaringizga ulashib qo'ying.